alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Ko'pchilik so'rayotgan shu palma daraxtini qanaqa ekyapsizlar deyishyotdi. Xudo xolisa bugun shuni o'rgatamiz. Birinchi o'chirtda tuveni qanaqaligiga ham bog'liq bo'ladi. Tuveni mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, teshigi bor. Teshigini birinchi o'chirtda shuni yopib olish kerak. Buni qanaqa yopamiz? Xo'p, buni hozir ko'rsatamiz. Hop, oddiy skoch bilan birinchi o'chirtda shu yerga mos qilib kesib olamiz. Hop, yaxshiroq ko'rinish uchun. Hop, buni nimaga yopdik? Bu yerga hozir albastr qo'yganimizda bu yoq tarafidan oqib chiqib ketmasligi uchun. Keyin oxirida buni olib tashladi. Hop, hozirgi bizning tuvagimizda tegdi narsasi mana shunaqa chiqqan. Endi bu живойga mo'ljallangani uchun искусственныйga ham qo'yib yuboriladi. Hech narsa qilmaydi. Naborot, kamroq narsa, ichiga kamroq narsa ketadi. Yengilroq chiqishiga ancha sabab bo'ladi. Hop, bunimizni mana bunaqa pokelar bilan birinchi o'chirib to'ldirib olish kerak. Nima uchun? Og'ir bo'lib ketmasligi uchun poke bilan to'ldiriladi. Pokeni nimaga maydalab so'yotganim, yaxlit solsam ham sig'ardi, maydalab so'yammi? Nima uchun? Bu gips quyganda hamma pokeni ushlab qolish uchun. Agar yaxlit solsangiz, ertaga palma chiqib ketib qolishi yoki ekayotgan narsalar chiqib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun pokeni maydalab solish kerak. Qancha mayda bo'lsa, shuncha baqvat bo'lib chiqadi. Agar yiri, katta shunday tiqib qo'yganimizda o'zimda qilsa chiqib ketib qolardi. O'shaning uchun maydalab solinadi. Buni ham alohida inobatga olasizlar. Qotganingizda alohida mana shu joyiga ham e'tibor berasizlar. Mana to'ldirib oldik pokeyimizni. Ko'rishingiz mumkin. Endi hozir birinchi o'chirtda gipsni quyib olamiz ichiga. Nimaga gips quyib olishimizdan sabab hozir hammasini bitta qilib yaxlit qilib ushlab oladi, ham bu hozir cho'kadigani cho'kib oladi pastga. Xo'p, endi gipsimizni quyamiz. Gips tayinlanish jarayoni mana xuddi shunaqa. Oddiy suv gipsimiz mana. Endi bu katta qopda bo'lardi. Endi hozir idishga soldik. Gipsimizni qo'shib oldik. Birinchisini sal suyuqroq qilamiz. Nimaga? O'sha suyuqroq qilsak, teglarigacha yetib boradi. Lekin bu juda ham suyuq, yana qo'shishimiz kerak. Mana yana qo'shamiz. Gipsimiz уже tayyor bo'ldi. Birinchisi suyuq bo'lishi kerak degan edim. Mana suyuq. Keyingilari bundan ancha quyuq bo'ladi. Hozir cheyiz quyib olamiz. Sizlarga ko'rinish uchun. Hop, mana endi ikkinchisiga o'tdik. Ikkinchisini tayyorladik. Boyigidan quyuqroq bo'ldi ozgina. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda quyib chiqiladi. Boya skoch qilgan joyimizda mana boyiga suyuq quyganimiz уже chiqib ketmaydi, o'sha yerda to'xtab qoladi. Yaxshilab silkitib ko'rayotgan bo'lsanglar, boya poke baland bo'lib turadi. Ustidan gips quygan sarimiz уже pastga qarab cho'kyapti, ancha cho'kdi.
Hozir yana xuddi shunaqa hozirgi quyuvlikda yana bitta tayyorlab ustiga quyamiz. Hop, mana 3-gipsimiz ham уже tayyor. Qo'shimcha ma'lumot berib o'tib ketiraman. Bunga o'zi faqat gips ishlatiladi, albastr ular bo'lmaydi. Faqat gips ishlatish kerak. Gips ham qiziydi, ham yorilmaydi qurigandan keyin. Albastr ko'pincha yoriladi, ham tez qotib qoladi. Tez qotib qolgan sababiga ulgurilmaydi uni. To mana tagiga yetib borguncha qotib qoladi. O'shanga eng yaxshisi gips. Gipsi ham Samarqandniki bor. Eng zo'ri Samarqandniki. Imkon qadar Samarqand gips ishlatsanglar, o'sha yaxshi. Endi qolganlari ham yaxshi bo'lsa kerak. Endi biz faqat Samarqand gips ishlatib o'rgandik, boshqalarini ishlata olmadik, to'g'risini aytganda. Keyin mana o'rtasidan joy ochib ketyapman, ko'rayotgan bo'lsanglar. O'rtasidan bu yerga hozir o'sha qilinadigan daraxtlar yoki nimadir qilmoqchi bo'lsanglar, shu o'rtasidan aynan joy ochib ketasizlar. Yana qancha ko'p emas, o'sha daraxtlarni sentrini mo'ljallab ketasizlar. Mana hozir tayyor уже. Endi hozir daraxtni qanaqa qilinishini ham ko'rsatamiz. Bu yerda eng zo'r sekretini hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Biz palmani ekmoqchimiz. Ko'pchilik mana shu joyda xato qilishyapti. Palmani tegini shundoq prosta o'zini tiqib qo'yishyapti. Yo'q, o'zini shundoq tiqib qo'yish kerak emas. Eng katta xato mana shu yerda. Klient oldiga borganda shutidan ko'tarishsa chiqib ketib qoladi. Shuning uchun pastki tarafiga hozir ko'rsataman. Oddiy simni qanaqaligi emas, o'sha yumshoq yo'q, anaqa bu qattimroq bo'lsa bo'ldi. Mana bunaqa ko'rinishda qo'llaniladi, bukib olinadi. Hozir ko'rasizlar bu yog'ini. Mana mashtini yaxshilab esingizdan chiqmasin, yaxshilab o'rganib olinglar. Eng kerakli joyi shu. Hech qachon uyaltirib qo'ymaydi, xudo xolisi. Bu yana ham baquvvatligini ushlab turadi. Burib oldik. Endi mana bu yoq taraf buklagan tarafimizni buruymiz. Mana fichkasi mana shu yerda. Bo'ldi mana. Уже bu mana chiqib ketmaydi. Shunda bu gipsga tiqqaningizda bu ham ushlab turadi. Daraxtni mana mashinadan ko'targanda chiqib ketib qolmaydi. Hop, mana endi boyga ochib olgan edik, o'rtasini ko'rgan bo'lsanglar, shu o'rtasini eng sentrini mana shu joyi ham alohida qaraladigan joyi. Buni agar sentriga qo'yib olmasdan xotirib qo'ysanglar, keyin buni bizishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Qotirgandan keyin, qotgandan keyin ko'chishi juda ham qiyin narsa bo'ladi. Mana boyiga qo'ygan simimizning vazifasi mana bu yerda turibdi. Hozir ko'rsataman yaqinroq qilib. Endi mana bunimizni ham chiqarib turib, birinchi o'chirib tagigacha gips quyib olamiz. Gipsimizni quyib oldik. Tekislab olamiz. Mana keyin palmamizni o'rnatib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda ko'rsataman. Sim shuni ichiga kirib ketyapti, gips ichiga. Shunda yaxlit ko'taradi hammasini, mashinaga tushadi simga. Markaziga joylashtirib oldik. Shu joyida yana bitta narsasi, tekisligini, o'rtada turganini yana bir marta tekshirib olasizlar. Keyin bu qotgandan keyin buni iloji yo'q, buni bizib turib, keyin yana noldan qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun oldindan ko'rib olish kerak, to'g'ri, noto'g'riligini. Hop, mana qotganidan keyingi holati. Mana buni ko'tarsanglar ham hech narsa qilmaydi. Yengil bo'ldi. Boyagi pokelarimizni hisobiga buni ko'tarish bemalol oson bo'ldi. Agar hozir ponni hammasini gips qilganimizda juda ham og'ir bo'lardi. Ko'tarishga juda noqulay bo'lardi. Hozir ancha yengil bo'lgan o'sha pokeni hisobiga hammasiga poke qilgan yaxshiroq bo'ladi. Eng yaxshisi o'sha yengil qilib beradi. Hozir ko'rinish. Endi hozir bunga chimini qanaqa qo'yib chiqilish, qanaqa ekilishini ko'rsatamiz. Endi mana gipsimizni suyuqroq qildik. Keyin mana bunaqa chim ekiladi. Tagiga bitta-bittalab. Metrajni qilsa ham bo'ladi. Metrajni
Bunaqa effekt bermaydi. Bu живой effektini bergani uchun mana mashina ishlatamiz biz aynan. Buni kilosi 190 ming turadi. Gipsimiz quyib olindi mana. Bir xilda hamma yoqqa yoyib oldik. Mana bittalab tiqib chiqiladi keyin. Mana shunaqa holatda tiqib chiqiladi. Bunga endi ko'proq vaqt ketadi, lekin ko'proq mehnat talab qilinadi-yu, lekin nisbatan bu ancha zo'r effekt beradi. O'zi hozir bitganda ham o'zingiz bitta baho berasizlar. Hop. Gipsni suyuqroq quyish kerak. Agar suyuqroq quymasanglar ulgurmasligingiz mumkin buni qotirib chiqishga. Gips tez qotadi ham. Keyin qotgandan keyin bu xatoni to'g'rilab bo'lmaydi. To'g'rilash juda ham qiyin. Har bittasini bittalab drelda teshib chiqish kerak. Tiqib chiqish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun hammasini vaqtida tez qilish kerak. Imkon qadar oxirgisini suyuqroq quyish kerak. Hozir hali yana bor, bemalol hali qotmayapti-yu, suyuqroq quyganimizga. Agar quyuq quyganimizda o'sha qot bo'lgan bo'lardi. Hozircha shundoq tiqib chiqiladi, keyin oralari ochuv joylari to'ldiriladi. Xo'p, mana tayyor bo'ldi o'sha, 2 bo'ldik. Endi buni faqat barglarini ochib chiqsak bo'ldi. Barglar xuddi shunaqa ko'rinishda ochib chiqiladi. Zog'i bilan 15 minut vaqt ketdi o'zi aslida. 15 minutda tayyor bo'ldi gulimiz.